Bu DTM savollarini onasini ensin meni ko'rolmaydigan qo'shnim yozganmi deymanda borki birontasi men uy qilgan shuncha yil men 3 yil o'qigan narsamni просто так kuytimga tiqib kelyapmanda borki onasini ensin qani men uy qilgan savollarim borki bir matematikadan bir nimalarni bilar ekanmanmi deb bunday otsam tushunmayapman. G'ani g'ildirakni g'izillatib bo'lib yotibdi borki. Onangdan mag'rur borki yechyapman. Bilasizlarmi hozir? Agar uy o'qishga kira olmay qolsam-chi, hammalarni kim detimini yozgan bo'lsa, hammalar uylaringizga sut boraman, chunki men o'zim potensialim bilaman. Men o'zimni hech qachon oddiy inson sifatida ko'rmaganman. Men uy o'qishga kira olmay qolsam mabodo sut gaplashamiz hammalar bilan. Chunki O'zbekistonda shunday rivojlantiradigan bolani siz kirgizmayapsizlar. Uytiribman, ani hozir borku, alam qiladigan narsam 3 yildan beri yo'q etgan narsamni, agar просто так tavakkal belgilab ketgan inson mendan balandroq bal olsa, men hammalarni sutga beraman.